Ko'proq izlanish kerak, surishtirish kerak. Agar shu 2 yoshligida bilganimizda osonroq kechardi-da, biz buni kista deb o'ylab yurganmiz. Keyin u o'sgandan keyin onkologiyaligini bildik. 5 yoshligida infeksion kasal bo'lib, infeksionda yotganida u o'sib ketdi. Keyin surishtirib bu yerga kelganmiz. Birinchi tekshirdik, MSKT qilib, keyin ximiya boshladik. Shu o'sha o'simtani kichraytirish uchun ikkita ximiyadan o'sha natija yaxshi bo'ldi. U birga bir qisqardi, mayda bo'lgani uchun. Operatsiya shu o'zimizda ko'p tarmoqli kasalxonada doktorlar Doston aka, Bahodir aka yordamlarida bo'ldi. Bolani sal mazasi bo'lmadimi, uyga o'tirib, uni kinachigami nimaga olib bormasdan to'g'ri shu mutaxassisini topib murojaat qilish kerak. Keyin tekshiruvlarga ham harakat qilish kerak, tezroq olib borib izlanish kerak-da. Bu doktorga bo'lmasa bunisiga bir nechtani tekshiruvni o'tkazib, bitta xulosaga kelib, tezroq boshlash kerak ekanda. Va biz ham kista deb o'ylab ancha vaqt yo'qotganmiz. Agar shu 2 yoshligida bilganimizda, onkologiyaga kelganimizda, o'sha payt lazer bilan ham osonroq kechardi-da.